Bizda kichik yangilik. Little Italia pizzeriyasi o'z nomini Pizzeria New York deb o'zgartirdi. Bunga asosiy sabab bo'lib, mijozlarimizda bizni Italian pizzasi bilan almashtiruv jarayonlari bo'ldi. Shu sababdan biz o'zimizni haqiqiy New Yorkcha pizzaligimizni ko'rsatish uchun bugundan boshlab Pizzeria New York brendi ostida ishlaymiz va bu o'sha sifat, o'sha Little Italy, o'sha egalari va o'sha joy. Faqatgina mijozlarimizga va yangi mijozlarimizga to'g'ri mesej jo'natish maqsadida Pizzeria New York brendi ostida ish davom ettiramiz. Sifatimiz undan ham yaxshilashadi inshaalloh va bizda undan yaxshi bir yangilik bor. Yaqinda yangi qonunlarga o'zgartirish kiritib, mijozlarga xizmat ko'rsatishdagi 15% servis fini bizni bugundan olib tashladik. Biz 1-yanvarni kutib o'tirmadik. Biz qonun qachon kuchga kirishini kutib o'tirmasdan mijozlarimizga yangi yil tuhfasi sifatida shu narsani bugundan 15% ni olib tashladik. Pizzeria New York by Little Italy bu haqiqiy New Yorkcha ta'm, New Yorkcha qarsildoq pizza va biz sizlarni kutib qolamiz.